Salom hammaga do'stlar. Bu men birinchi videom bo'ladi. Birinchi videomda o'sha mashhur bo'lgan tabalabkani aytaman. Buni ukam yuvib tashlagan. Sariq, panjalari sariq bo'lgan, bu yog'i pishdi. Yumshoq. Keyin esa buni olganman. Narxini deb aytib o'taman video davomida. Bu qora. Buni yaxshi tomoni uncha qora kir bo'lsa bilinmaydi. Va no tomoni qattiq, anaqa tez qo'llaring og'riydi. Bu esa 15 ming olganman. Buni esa 10 ming olgan. Bu birinchi o'q chiqqanida bizda qimmat bo'lgan. Bu esa pazrachni yumshoq qanaqadir. Bu no tomoni tez kir, bundan ham yomon. Bilinadi kir bo'lsa ham bundan yomon. Lekin yumshoq. Odam maza qiladi o'ynagan sari. Sizlardan iltimos, obunachilarim, menga obuna bo'lib, like, podpiska va колокольчик bosib ketishni unutmanglar. 10 sekund vaqt ketadi. Yana jinnicha videolar qilamiz tabalabka bilan. Kuzatib boringlar. Xayr, bugungi videomiz shu bo'ldi.